Navoiy shahar atrofidan kim arzonroq remonti oxirgacha bitmagan o'zim diddagiday qilib olaman deydigan hovli qidirayotgan bo'lsa, marhamat 5 sotixdan iborat Umid Qo'rg'onda joylashgan hovlimiz sotuvga qo'yilmoqda. Mana bu tarafda katta yo'limiz o'tmoqda Navoiy City'ga qarab. Bu qurilishdagi yo'lni menimcha ko'pchilik bilsa kerak. Umid Qo'rg'onning orqa ko'chasidamiz. Demak, tashqi fasadi 17 metrdan ozroq uzun bo'lgan 4 xonadan iborat hamda ichkarida sanuzillar qilingan, faqatgina remont holatiga tayyor bo'lib turgan xonadonimiz sotuvga qo'yilmoqda. Tashqi fasadlari mana shu qimmat mramordan ishlov berilgan fasad qismini ko'rishimiz mumkin. Hamda darvozaxona qismida ikkita mashina bemalol sig'adigan holatda darvozaxona qismiga shunaqa to'liq mramordan ishlov berilgan va sizga xonadonning ichki proyektini, xonalarini ko'rsatishimizdan oldin supa qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Yashil hududlari va hovlining oxirida yana basseyn qismlariga ham ega. Endi basseynni keyinchalik remontini qilib olasiz. Demak, yashil maydonlari, mevali daraxtlari mavjud. Planirovkasi juda ham zo'r bo'lgan loyihasi. Demak, mana shunaqa G-obrazli shaklda proyektimiz bo'lgan. Bu tarafda asosiy xonalarimiz, oshxonamiz, bu tarafda esa yuvinish xonalari joylashgan. Hovlining mana bu devor qismini orqa tarafida yana bir muncha joyi bor. Bu kadastrda ichiga kirgan hamda hovlimiz to'rtburchak holatda chiroyli bo'lib turibdi. Keling, xonadonning proyektini, xonalar taqsimotini ko'rib o'tamiz. Marhamat. Darvozaxona qismidagi birinchi eshikdan kiradigan bo'lsak, mana shu katta mehmonxonamizni ko'rishimiz mumkin. 3 ta deraza o'rnatilgan, juda ham katta bo'lib turibdi. Hamda ichkarida va tashqarida kirish qismlariga ega bo'lgan xonalarimiz xonadonning ichkarisida joylashgan. Mana prixoshkamiz to'g'ridagi eshik hovlining supa qismiga chiqib ketadi va mana bu tarafda bitta xonamiz mavjud. Bu yotoqxona qismi. Kattagina koridor, katta mehmonxona va bitta yotoqxonani ko'rib o'tdik. Jami ikkita xona bo'ladigan bo'lsa, mana bu tarafda yana bitta kichikroq mehmonxonamiz mavjud. Ikkita deraza romi hamda ichkarida oshxona va yuvinish xonasiga chiqish eshiklari va mana bu tarafda yana bitta yotoqxonamiz bor. Ko'rsatib o'ting, aboylar qilingan. Mabodoga sizga aboy holatlari yo'qsa, shu holatda qoldirasiz yoki bo'lmasa, o'zingiz xohlaganday yana remontini qilib olsangiz bo'ladi. Bu tarafdagi deraza romlarimiz to'liq akfa bo'lgan va agar xohlasangiz bularni qoldirasiz, xohlamasangiz olib tashlab akfa qildirsangiz bo'ladi. Va ichkaridan yoki bo'lmasa tashqaridan mana bu xonamizga o'tsak bo'ladi. Bu ovqatlanish uchun joy qilingan xona. Bu yerda ham ikkita deraza rom mavjud hamda mana bu tarafda oshxona qismi uchun sharoit qilingan. Bu yerda kuxni garniturini o'rnatish kerak bo'ladi. Aboylar yo'qmasa, almashtirsangiz ham bo'ladi. Gaz plitalari qo'yilgan, gazlari, suvlari ichkariga kirgan. Va keling. Ichki planirovka bo'yicha mana bu tarafda kotellar o'rnatilishi kerak va mana bu tarafda demak, yuvinish xonasi. Hojatxonani mana shu yerda o'rnatsa ham bo'ladi planirovka bo'yicha. Yuvinish xonasi hamda hojatxona qismlarini ko'rib o'tdik. Mana bu tarafda yana bitta hojatxonamiz hamda orqa tarafga chiqish eshigi mavjud. Va mana bu tarafda basseyn uchun joylari qilingan, chuqurlar qazib qo'yilgan. Chiroyli remont qilib taxlab olsangiz bo'ladi. Demak, Umid Qo'rg'onda joylashgan katta yo'lni bo'yidagi ushbu 5 sotixdan iborat hovlimiz deyarli bir 80-90% ishi bitgan holatda 1,4 million so'm bilan sotuvga chiqaramiz. Kimga ma'qul kelsa kelib savdosini qilsalaringiz bo'ladi. Pastda to'liq ma'lumot uchun raqamlarimizni qoldiramiz. Ustida savdosi bor, ipoteka qilish imkoniyati bor. Navoiy shahridan pastki qavatdan ko'p xonali kvartira bo'ladigan bo'lsa, barter variantlari ko'rib chiqiladi. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada to'liq ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lsangiz, mana shunaqa yaxshi lokatsiyadagi hovli kvartiralarning e'lonlarini ko'rib borasiz.